Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, bugundan boshlab ma'rifitonga ta'rif testlar to'plami birinchi qism ishlashni boshlaymiz. Demak, bizda 201-mavzu malyar absolyut va nisbiy massalar to'g'risidagi masalalarni tahlil qilamiz. Ungacha bo'lgan nazariy savollarni kitobdan bemalol ishlab olishingiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchi test savoliga e'tibor qaratamiz. Demak, bizda HSOO natriy degan modda bor ekan. Endi dastlab boshlaganlar uchun bu notanish bo'lishi mumkin. Natriy formiyat. Demak, bo'lgan birikmani malyar massasini toping debdi. Vodorodning malyar massasi, ya'ni birikma massasi, demak vodorodning massasi 1 ga teng plus uglerodning massasi 12 ga teng plus kislorodning massasi 16, undan 2 ta, 16 ni 2 ga ko'paytiramiz va natriyning massasi 23. Buni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, 16 ni 2 ko'paysa 32, unga 12 ni qo'shsak 44, 44 ga 1 45 va 45 ga 23 qo'shsak 68 gram taqsim mol kelib chiqar ekan. Demak, malyar massa gram taqsim molda ifodalanadi. To'g'ri javob shunda B variant bo'lar ekan. 201-test savoliga e'tibor qaratamiz. Malyar massasi 93 bo'lgan birikmaning formulasini ko'rsating debdi. Demak, malyar massasi 93 bo'lganini topib chiqishimiz kerak. Bu degani hammasini ichidan ko'rib chiqishimiz kerak. Misol uchun C6H5NH2 moddasini ko'rishimiz mumkin. Malyar massasini necha bo'ladi? Xo'p, malyar massa demak, uglerodniki 12, undan 6 ta bo'ladigan bo'lsa 72 bo'ladi. Plus 5 ta vodorodning massasi 5 ga teng plus azotning massasi 14 va vodorodniki 2 bo'ldi. Hisoblaymiz. 72 ga 5 qo'shsak 77, 14 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 16. Rostdan ham 77 ga 16 ni qo'shsak 93 gram taqsim mol bo'lib kelib chiqar ekan. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Davom etamiz. 3-savol. Malyar massasi eng kichik bo'lgan birikmani ko'rsating deyapti. Demak, eng kichik kerak ekan. Borni massasi 11 ga teng, vodorodning massasi 3. Demak, buni massasi bizda 14 bo'ladi. 14. Suvning massasini hamma bilsa kerak menimcha, 18 gramga teng. Metanning massasi 16 gramga teng va ammoniakning massasi 17 gramga teng. Bular hammasi 1 mol holatda, 1 mol holat, ya'ni gram taqsim mol bo'ladi. Mana bunday holatda ifodalanishi, ya'ni birligi bilan yozishimiz kerak malyar massani. Chunki malyar, molekulyar, nisbiy atom massa, absolyut massa adashtirib qo'yish mumkin. Biz aytyapti, eng kichigini toping deyapti. Demak, eng kichigi A javobda to'g'ri bo'ladi. 14 gram taqsim mol ekan. Eng kattasi bo'ladigan bo'lsa B javob bo'ladi. Bizdan eng kichigi so'ralgani uchun A javob to'g'ri. 4-savolga e'tibor qaratamiz. Bizda kislorod bor ekan va undan X degan, ya'ni X degan nechtadir? 2 tadir, 3 tadir, bittadir, bilmaymiz. Massasi 48 ga teng ekan. Xo'p, kislorodning bittasini massasini bilamiz, 16. Demak, 48 ni 16 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, bizda 3 kelib chiqadi. Bu degani kislorodning 3 tasi 48 gramga teng bo'ladi. To'g'ri javob shunda mana C variant deyishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi X2 ni massasi, mana X2 degani shu X atomidan ikkitasining massasi 28 ga teng ekan. Demak, 28 bo'lamiz 2 ga bo'lsak bizda 14 kelib chiqadi. Demak, 14 bo'lgani bizda azot bo'ladi, ya'ni azotning massasi 28. To'g'ri javob mana A variant deyishimiz mumkin. Keyingi savol 601. Demak, P2 OX, ya'ni fosfordan 2 ta, kisloroddan nechtadir? Massasi 110 ga teng ekan. Xo'p, mana shuni umumiy massasi 110 ga teng ekan. Demak, 110 dan ayirib tashlashimiz kerak mana fosfor massasini. Fosfor massasi 31, undan ikkitasiniki. Ya'ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizga kislorod massasi kelib chiqadi 48. 48 ni nechta kislorodga topish uchun, demak 48 ni 16 ga bo'lib yuborsak, kislorod 3 ta kelib chiqar ekan. Demak, bizda umumiy formula P2O3 bo'lar ekan, ya'ni fosfor 3 oksidi. To'g'ri javob shunda X qiymati 3 bo'lar ekan deyishimiz mumkin. B javob to'g'ri. Davom etamiz. XO. Demak, XO ning massasi 28 ekan, X ni aniqlaymiz. Demak, umumiy massa 28 bo'lsa, bundan bitta kislorodning massasi 16 ni ayirib qo'ysak, 12 kelib chiqadi. Ya'ni bitta atom massasi 12 bo'lgani bizda uglerod degani. Demak, uglerod bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri javob B variant deyishimiz mumkin. 8-savol. Demak, XO2 ning umumiy massasi 40-64 ga teng ekan.
64 bo'lsa bundan 32 ni ayirib tashlaymiz. Nima uchun? Ikkita kislorodning massasi ayirib tashlasak yana 32 kelib chiqar ekan. 32 massaga ega bo'lgan atom bu oltin gugurt atomi. To'g'ri javob mana C variant bo'lar ekan deyishimiz mumkin. Keyingisi, demak XO3 umumiy massasi 103 ga teng ekan. Shu 103 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bundan ayirib tashlaymiz 48 ni. 48 qayerdan keldi? 3 ta kislorod massasi. Shunda 52 bo'lar ekan. 52 massaga ega bo'lgan bu atom bu xromga tegishli. To'g'ri javob mana B variant deyishimiz mumkin. Demak, 12-savol. X2O. Demak, shuni massasi 270 ekan. X ni aniqlashimiz kerak ekan. Yaxshi. Demak, shuni umumiy massasi 270 bo'ladigan bo'lsa, 270 dan ayirib tashlaymiz kislorod massasi 16 ni, bitta bo'lgani uchun 16. Ayirsak 254 bo'ladi. 254 bu 2 ta x ga tegishli. Shuning uchun 2 ga bo'lib yuborsak 127 kelib chiqadi. 127 massaga ega bo'lgani bizda yod bo'ladi. Ya'ni javobdan yodni belgilab qo'yishimiz kerak. To'g'ri javob mana D variant deyishimiz mumkin. 11-savolga e'tibor qaratamiz. Demak, X2O3 ni umumiy massasi 102 ekan. X ni aniqlashimiz kerak ekan. Demak, buni massasi 102 bo'ladigan bo'lsa, undan ayirib tashlashimiz kerak. 48 ni. 48 qayerdan keldi? 3 ta kislorod massasi. Bunda 54 kelib chiqyapti. 54. 54 bu 2 ta x massasi bo'lgani uchun, shuning uchun nima qilamiz? 54 ni bo'lib yuboramiz 2 ga. Mana 2 ga bo'lib yuborsak 27 kelib chiqadi. 27 bu bitta atom massasi, shuning uchun u ya'ni bitta atom, bir mol element atomining massasi 27 ta. Demak, 27 bo'ladigan bo'lsa, bu alyuminiy bo'ladi. To'g'ri javob B variant. Xo'p, keyingisi X2O5. Demak, X2O5 bo'ladigan bo'lsa, umumiy massa 151 ga teng ekan. 151 bo'ladigan bo'lsa, bundoq qilamiz. Demak, jam massasi 151. Shundan ayirib yuboramiz 5 ta kislorod massasi. 16 dan 5 tasi 80 bo'ladi. Demak, 71 qoldi bizda 2 ta x ga. Shuning uchun 71 ni 2 ga bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuborsak 35.5 bo'ladi. Demak, 35.5 massaga ega bo'lgan atom bu xlor atomi. Demak, to'g'ri javob shunda C variant bo'lar ekan deyishimiz mumkin. Xo'p, demak, davom etamiz. Keyingi savol 13-savol. Endi bunda X2 kisloroddan 7 ta ekan. Umumiy massasi 272 ga teng ekan. Demak, 272 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bundan ayirib tashlaymiz 7 ta kislorod massasi. Demak, 7 ko'paygan 16 bo'ladi. Demak, 7 ni 16 ga ko'paytirsak 112. Demak, 272 dan ayirib tashlashimiz kerak ekan 112 ni. Mana ayirib olsak bizda 160 qoladi. 160 bizda 2 ta x massasi, shuning uchun 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 80. Demak, 80 massaga ega bo'lgan element atomi biron bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B variant deyishimiz mumkin. Demak, davom etamiz. 14-test savoli. Bir valentli element oksidi debdi. Demak, bir valentli element qanaqa tartibda yoziladi? Demak, kislorod doim 2 valentli bo'ladi. Element 1 valentli. Demak, mana bu joyga 2 qo'yamiz, bu joyga 1 qo'yishimiz shart emas. Bitta o'zi kislorod borligini bildiradi. Ya'ni 1 valentli element mana shunday holatda bo'ladi. Umumiy holat, ya'ni kislorod 1 valent, 2 valentlik, mana bu elementimiz 1 valentlik deyishimiz mumkin. Endi shuni massasi 30 ga teng ekan. Demak, bizda mana umumiy massa 30 bo'ladigan bo'lsa, bundan bittasi kislorod, ya'ni 16 ayirib tashlaymiz, 14. 14 bu ikkita elementga tegishli bo'lgancha 2 ga bo'lib olsak, bitta element massasi kelib chiqadi. Demak, 7 massaga ega bo'lgan 1 valentli elementimiz bizda litiy bo'ladi. To'g'ri javob A variant deyishimiz mumkin. 15-test savoli. 2 valentli element. Demak, 2 valentli element oksidi endi element O bo'ladi. Umumiy massa 40 bo'ladigan bo'lsa, bundan kislorod massasi 16 ni ayirib tashlaymiz. 24. 24 bu bitta elementga tegishli bo'lgani uchun, demak, bu magniy elementi deyishimiz mumkin. Demak, to'g'ri javob shunda C variant bo'ladi. 16-test savoli. 3 valentli element oksidi. Demak, 3 valentli element oksidi element 2O3 formulaga tushadi.
Demak bizda 152 massaga ega bo'lgani uchun undan ayirib tashlaymiz 48 massani. Nima uchun 48? Chunki bu kislorodni massasini. Natijada 104 kelib chiqadi. 104 bu ikkita element massasi bo'lgani uchun 2 ga bo'lib olsak, 52. Demak 52 massaga ega bo'lgan element bu xrom bo'ladi. Demak bizda element atomi xrom. D javob to'g'ri bo'ladi. 17-test savoli. 5 valentli element oksidining molyar massasi 108 ga teng ekan. Demak 5 valentli element bo'lsa, element 2O5 formulaga to'g'ri keladi. Umumiy massasi 108 ekan. Bundan ayirib tashlaymiz 5 ta kislorodning massasini, ya'ni 80 ni ayirib tashlasak 28. 28 bu ikkita elementning massasi. 28 2 ga bo'ladigan bo'lsak 14. Demak bitta element atomining massasi 14 bo'lsa, bu azot bo'ladi, ya'ni azot 5 oksidi deyishimiz mumkin. A javob to'g'ri bo'ladi. 18-test savoli. 6 valentli element oksidi. Demak element O3 bo'ladi. 176. Undan ayirib tashlaymiz 48 ni. Ayirib tashlasak 128. Demak 128 massaga ega bo'lgani bu menimcha tellur bo'ladi deyishimiz mumkin. To'g'ri javob A variant deyishimiz mumkin.